Siz nima qilib qo'ydingiz menga? Odamni sharmanda qilasiz, aya. Uyatyapman o'zi siz bilan ko'chada yurgani ham. Doim odamni sharmanda qilib yurar deb baqirayotgan aka-ukalar. Ertadan keyin baribir hammamiz ham o'lib ketamiz. Ertadan keyin olingiz o'lib ketadi bir kun. Ashitda uyga kirib 100 martadan aya, 100 martadan onajonim, million martadan onajonim deb baqirmaysizmi? Ha, bolam deydigan bir marta, ha, bolam keldingmi deydigan odam topolmay qolasiz. Hozir nima qilib qo'ydingiz? O'zi bir marta qiylanib sizni tuqqani, o'zi butun umr siz nima qilib qo'ydingiz deydigan gapni gapirishingiz noto'g'riligini bildiradi. O'lim bilan olishib sizni tuqqan. O'lim bilan olishib sizni tuqqan. Sizdan qariganimda, katta bo'lganimda baqadi, mana shu menga qaraydi deb sizni katta qilib, o'qingizga bilanib yotsiz, tozalab, mana shu yoshga yetkazib qo'ysangiz, shunaqa baqirasizmi? Aka, uka, kim bo'lishingizdan qat'iy nazarda kommentariyaga kiring. Onasini qadriga yetadigan insonlar yozgan bo'ladi. Ashlarni o'qib, o'zingizga xulosa qiling. Onasi o'tib ketgan odamlar ham kommentariyaga yozgan bo'ladi. Ashlarni o'qib o'zingizga xulosa chiqaring. Onaga baqirmang. Attang qilasiz, shunaqangi attang qilasizki, keyin kech bo'ladi.